Sizga men birinchi cheksiz xursandchiligimni aytmoqchiman. Shu yerdan farzandli bo'lib chiqib ketdi. Mana hozir 10 oylik bo'lyapti. Oilasiga siz tufayli quvonch kirdi. Bundan xursandman. Sizni asli katta qizim topgan. Mening ham farzandim hozir mana 6 oylik bo'lyapti. Shu sababmi men sizni yana qidirib keldim. Amma sifatida jiyanim olib keldim. Chunki jiyanim bundan olingan deb bizga tashxislar berildi. Manganda biz operatsiyaga tushganmiz. Haqiqatda tuxumdan olib tashalgan ekan degan xulosa berildi. Keyin Ozaxonga xulos qilib eshiklardan kirib kelsak, biz qaytadan tug'ilganday bo'ldik. Chunki qiz bola yana qayta tug'ildi. Nimaga? Ular yani o'zlar bizni bunaqa o'zi xulosamizni ham ko'rmadilar, operatsiya qog'oz xulosamizni, operatsiya xulosasini eshitgani ham yo'q Ozaxon bizni. Keyin mana haqiqatda ham apparatda ikkita tuxumdon, ikkalasi ham saqlangan, o'ng tuxumdon ham, chap tuxumdon ham saqlangan holatda o'z ko'zlari bilan mana shu apparatlarda ko'rib, mana rasmgacha olib ko'rsatib qo'ydilar. Bunaqa xursandchilikni endi kim bilan bo'lishamiz? Hammani bilan bo'lishmoqchimiz. Onalik baxtiga erishtirishga sabab bo'ladigan, tushlikka tushgan insonlarga kayfiyatini ko'taradigan shifokorlarimiz umrlari uzoq bo'lsin.